dollardan 200 dollargacha bo'lgan aksiyamiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Mana Ramazon oyi tugashi bilan aksiyamiz tugaydi. Foydalanib qolyapti 50 dollardan 200 dollargacha. Barchaga ushbu juma kuni muborak bo'lsin. Yana bir bor eslatib o'taman. O'sha pol avtomat turdagi katyollar o'sha Ramazon oyi ichi 50 dollardan 200 dollargacha aksiyada. 50 dollardan 200 dollargacha deyilganning sababi ba'zi katyollarga 50 dollar, ba'zi katyollarga 60 dollar, 100 dollar, 200 dollargacha aksiya ketyapti. Shu bo'yicha foydalanganlar foydalanib qolyapti. Bu sezonda ochliklar ham juda ko'p bo'ldi. Shuni hisobiga biz hozirdan ko'pchilikka harakat qilishlarini so'rab qolamiz. Bizdan olganlarda ham, boshqadan olganlarda ham borib, ko'rib, yonish jarayonlarini ko'rib, bemalol kerak bo'lsa yoqib ko'rib, tanlashlari mumkin bo'ladi. Borib, montaj qilib, o'rnatib, yoqib, qandaydir kamchilik bo'lsa, vaqtida to'g'rilab qilinishi mumkin. Endi inson hammada ham kamchilik bo'lishi mumkin. Shunday holatlar bo'lsa hal qilsa bo'ladi. Lekin sezon vaqtida ko'pchilik tanlashga imkoni bo'lmay qoladi. Keyin qandaydir holatlar bo'lib qolsa ham, misol uchun menga ko'p aloqaga chiqishdi, katyol suv qo'yib yuborganligi. Misol o'zimizning katyolimiz emas, boshqa katyollar suv qo'yib yuborganligi haqida yoki har 2 soatda ko'mir solish kerak bo'lib turganligi haqida aloqaga chiqishdi. Shu narsalar sezonda emas, hozirdan harakat qilinadigan bo'lsa, shu narsalar kamroq bo'ladi. Bizdan olmagan taqdirlarda ham borib ko'rib, bizgina ham kelib ko'rib, solishtirib, bemalol ko'rishlari mumkin. Narxi bo'yicha, boshqasi bo'yicha bexijolat bo'ladi. Garantiyalarimiz 2 yilgacha garantiyaga ega bo'ladi. 2 yilgacha deganimiz ichki holatiga, katyolda ichki holatiga 2 yil garantiya, elektr qismiga 1 yil garantiya beriladi. O'sha vaqtning ichida bepulga servis ko'rsatib beriladi. Undan keyin ma'lum miqdorda o'sha borishda hisobi, xizmat ko'rsatadigan ustalarning hisobi qo'shilib qoladi. Bizga obuna bo'lib, doimo kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh sizlar uchun katyol haqida foydali bo'lgan videolarni chiqarib boramiz. Agar katyol o'rnatganlar ham kuzatib borishlarini tavsiya qilamiz. Qandaydir muammo bo'lgan holatda bizga aloqaga chiqsalaring, vaqtimiz boricha, imkon boricha harakat qilamiz muammolarni hal qilib berishga. O'zimizniki bo'lmagan katyollarda ham harakat qildik, tavsiya beradiganimizga tavsiya berdik. Obuna bo'lib, kommentariyaga katyol haqida fikrlaringni yozib ketasizlar. Katyol olganlar, qaysi katyoldan olgansizlar yoki necha kvadrat olgansizlar, kommentariyada yozib ketinglar, kutib qolaman.